Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Curuzi, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağı 2023 yıl 10. ayının 12. günü. Bugün heptiye Perşembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiği leksiye konkret yazık şeklindeki leksiye emas. Mesela nokta, mühim noktalarda sizler bilen muhakeme edip barmaz hürmetli vatandaş. Mesela alaylı, birinci olup alaylı Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungu'da turuşluk baş elçisi Nicholas Barnes efendi Amerika Cungu qaytadan uçraştı dep görsetdi. İki taraf, yani iki devlet münasebeti yeni bir basqıçqa kirib keldi dep görsetdi. 10. ayının 12. günü Erkünlük video film haberleri Abdurri Liya Amerika Avazı Radyosu Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungu turuşluk baş elçisi başladı haberini kısa değil mi? Nicholas Barnes 10. ayının 11. günü Amerika Cungu münasebeti Memleketlik Komitetinde ötküzülgen 17. nöbetlik Cungu doğrusunda umumi münazara muhakemesiga qatnaşqanda bu komitetning başlığı Stephen Orlenis qamundaq dedi. Mening hozir Cunguning aloqador taraflari va g'ayri aloqador taraflar bilan uchrashishim yoki ko'rishmikim men yengilib vazifaga o'ltirgan chog'dagi ahvollarga putan o'xshamaydi. Növbette uçuruşumuzda intayin zor özgürlüş yüz berdi. Baş elçi Nicholas Barnes yana Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping bu yıl 11. ayda söhbet ötküzemdi yok. Bu doğruda hem baha berdi. Avazını tolak anlaydıysam açamadım avazını. Lekin şu mavzunun yeterlik men için bir yerde bir ağız gap vatandaş. Siz için biz için yeterlik. Biz şimdi kanaatçı millet biz. Hazır Amerika Cungu iki devlet münasebeti yeni bir basqıçqa kirib geldi. Mesela alaylı yeni bir basqıçqa kirib geldi. Avvalki basqıç o birinci basqıç deyli hesapta. Bunu endi ikinci basqıç deyli hesapta. Ondaqda yeni basqıçqa kirib kelgen Amerika Cungu münasebeti bağlı kaldı Amerika Cungu oturusundaki meseleler. Mesela Hong Kong meselesi, Tibet meselesi, Uyguristan meselesi. Qandaq özgürlüş buluşu mümkün vatandaş. Yoki Amerika Cungu münasebetinin yeni basqıçqa kirib kelişi Amerika Cungu oturusundaki yuqorqi meselelerge qandaq ta'sir ko'rsatishi mümkün vatandaş. Mesela biz bu basqıçni uçuruşuş, tanışış emas, tanışış degan burunqi gap Amerika Cungu oturusida. Uçuruşuş, söhbetleşiş, diyalogleşiş. Çünkü aralıqda Cungu yenib oldu, tenib oldu, qo'shqinga o'ltirib oldu. Mesela harbiy ishlar jihati aloqa munosabati qo'shqinga o'ltirib oldu. Diplomatik munosabatlarda aloqa munosabati bu qatim senator Çak Şamır Beycan'ı ziyaret kılgandan keyin bu yol açıldı, yürüşleşti dep sizler şuna yetkizdik. Muşlarını asas kılganda mesela baş elçi Beycan'ı turuşluk baş elçi Amerika Cungu münasebeti yeni basqıçqa kirdi degende Uyguristan meselesi, Tibet meselesi qandaq gün tertip kelişi mümkün meseleler vatandaş. Eğer bu mesele Amerika Koşmuş Ştatları köngül bölmeydiyse Tibet'le 60 yıldan bir köngül bölüp geldi. Amerika Koşmuş Ştatları Uygurlarga 20 yıldan bir köngül bölüp geldi. Amerika Koşmuş Ştatları kişilik hukuk, Marksiya kişilik hukuk mavzusu.
asasida ko'ngil bo'lib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi bu qatam 2 oyning 9-kuni alayliq xalqaro jamiyat Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tartib oldi. Tushundingizmi? Jungo Kompartiyasi Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tartib oldi. Buni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi qonun loyiha shaklida o'tirib qo'yibdi vatandoshim. Biz shu vaqt sizlarga tahlil qilib berdik. Bu gap yoki mushu so'z, mushu qaror Tibet degan ismga bog'liq qoldi o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, Uyg'uriston voqealariga ham tazibab keladi dedik. Amaliyotda Uyg'uristonning davlat qurish huquqi va davlatning mustaqillikni e'lon qilish huquqi qurildi, e'lon qildi, davlat gavdasi o'tirg'i chiqdi, askar tutdi, ozodlik, milliy ozodlik armiya tashkilladi, Uyg'uriston hukumat apparatini tashkilladi, Uyg'uriston o'zining doisi Ahmadjon Qosimidek odamlarni o'tirg'i elib chiqdi. Uyg'uriston demak rasmiy holda bir shakl, bir davlat shakli o'tirg'i chiqdi. Vatandoshim, xuddi davlat majlisi yuqori qonun loyihasida aytgandek Tibetlarning davlat qurish huquqini, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib olgandek, Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Shundaqmi ya? Shundaq tartib oldi. Biz nima deyapmiz? Rossiya mavzudan Rossiya jungo, Rossiya jangdeshi, Rossiya Gomindan shartnomalar, maxfiy va oshkor shartnomalar mushu orqali Uyg'urning davlat qurish huquqini va qurgan davlatning ma'muriy shaklini, davlat shaklini tartib oldi deyapmiz. Mushu tarixiy arxiv ko'rinishlarni nazarga olganda va yoki davlat majlisining 2-oyning 9-kuni yuqoridagi qonun loyihasini e'lon qilishiga munosabatlik holda bugun birlashtirib tahlil qildigan bo'lsak, bosh elchi Nikolas Bornes apandi aytgandek, Jungo Amerika munosabati yangi bosqichga, yangi davrga kirib kelgandek, bu jarayonda yuqorqi masalalarga, masalan, Tibet masalasi, Hong Kongda demokratiya masalasi va Uyg'uriston masalasi qatorliq masalalarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Hurmatli bosh elchimiz Nikolas Bornes apandi, sizning dastlabda bundan 2-3 yil burun Beijingga berib, bosh elchilikka o'ltirgan vaqtingizda Xitoy Kompartiya hukumatining va Tashqi ishlar ministrligining sizga qanday muomala qilganligidan xabarimiz bor. Qandaq uyushsizlik qilganligi, qandaq hurmatsizlik qilganligi va qandaq qattiq pozitsiya maydonda turib sizga muomala qilganligidan xabarimiz bor. Bosh elchi Bornes apandi, hozir ahvol yaxshilandi dedingiz. Men hozir Jungoning amaldorlari va g'ayri amaldorlari bilan ko'rishishim ko'paydi dedingiz. Hozir endi Amerika Jungo o'rtasida yangi ko'rishish boshlandi dedingiz. Undaqda men sizga savol qo'yayki, hurmatli bosh elchi Bornes apandi, siz mushu kunda mushu munosabat bilan mustamlika Uyg'uristonga berib ziyorat qila olamsiz? Baralamsizga baradigan planingiz bormi mustamlika Uyg'uristonga? Shuncha voqealar o'tirg'i chiqdi. Men tunigin dedim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Tatyaxo 8 million dedi. Mayli, hozir xalqaro jamiyat bunchalar sonni qo'rqinchli sonni eg'izga ololmay 1 millionga to'plagan, 1 millionga markazlashtirgan bo'lsa va jazo lagerida Uyg'urlar. Onu mayl deb turayli. Siz navbatda endi mushu aloqa munosabatlar eriganda kishilik huquqni va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi qaror qilgandek Uyg'ur qirg'inchiligi masalasiga munosabatlik masalalarni surishtir qilib, hurmatli bosh elchi Bornes apandi, Urumchiga mustamlika Uyg'uristonga bora olamsiz? Hurmatli bosh elchi Bornes apandi,
Mesela alaylı Prezident Clinton devrinde, mesela alaylı Prezident George W. Bush devrinde devlet Mahkemesi Amerika Qo'shma Shtatlari Emgak ve Kishilik Huquq ishlari bo'yicha muavin davlat ishlar kotibi Loren Krainer efendi 2002 2 ayının 19 kuni Ürümchiga yetib keldi. Mustamlik Uyg'uristonga yetib keldi ve şu kuni Uyg'uriston universiteti, yani Xinjiang universitetida kishilik huquq to'g'risida doklad berish o'rinlashtirildi. Bir vasıta tarqitish, bir vasıta anlatışqa şu vaqtki Jungo hükümeti ma'qul dedi, lekin tenib oldi, yenib olsinmi, tenib olsinmi? Sabiq muavin davlat ishlar kotibi Loren Krainer efendi Xinjiang universitetida shundoq doklad so'z dedi. Şu vaqtki Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijing turishliq bosh elchisi isimdan chiqib qoldi. Kam deganda 2 qatim Urumchiga bordi. O vaqtida kishilik huquq davri edi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar o'zi qayd qildi, Uyg'ur qirg'inchiligi deb qayd qildi. Mushu kunlarda mushu munosabat, masalan o'zingiz aytgandek Amerika Jungo munosabati yangi bosqichga kirib keldi deganingizdek, hurmatli bosh elchi Nikolas Bornis efendi, Urumchiga bora olamsiz. Mening mundaq deganim, masalan Tatyahu efendi dedi ki Avam Palata a'zosi 8 milyon. Hazır dünyada, taşqari dünyada gayri haberler o'tirg'i chiqish boshildi. Masalan, eng dastlab Uyg'urning mushu qirg'inchilik yoki jazo lager masalasi ko'ngil bo'lgan Avstraliyaning muxbiri yaqinda Urumchiga berib, millatlar ittifoqligini xabar qildi. Bu biz uchun xatarlik. Bosh elchi Bornis efendi, Shvetsariyadagi betaraf davlat, Shvetsariyadagi İnsanperver devlet suyruq gazetida ham Uyg'urni qaralaydigan, Uyg'urning hozirgi holatini burmalaydigan maqolalarni e'lon qildi. Bu biz uchun intayin qo'rqinchli. Uyg'ur uchun intayin qo'rqinchli. Uyg'ur hozirgi vaziyatda, hozirgi saviyada, hozirgi bilim kuchi bilan bularga taqobil turolmaydi. Ularga javob berolmaydi. Uyg'ur uchun intayin xatarlik. Mushundaq vaziyatda mesela alaylı siz, endi siz dediniz hazır bizden talebimiz bolsun, Uygurların talebi bolsun. Ben başta ettim 8 milyon adam. Hazır yukarı kişilerin makalesi körsetkinde ceza lageri mi yok? Ceza lagerinin ornu mu yok imiş. Milletle ittifaklığı oturgu çıkan imiş. Ne etti? 8 milyon adam ne etti? Onun balı çakısı ne etti? Cemiyetki bir Uygur ceza lagerden çıktı degan gap o'ttirg'i chiqqan yo'q. Yoki chet elda yashayotgan bechora Uyg'urlar mening onamni qo'yib berdi turmadan, mening akamni qo'yib berdi turmadan degan bir xabar yo'q. 8 milyon odam. Hurmatli bosh elchi Nikolas Bornis efendi 8 milyon adam gayip. Amerikalık tadqiqotchi Deyler efendi Türküm Uygurlar topudan gayip oldu. Baş elçi Bornis efendi, şu fırsatı siz Jungo Amerika münasebetini yeni devre kirdi. Ben Jungo'nun ameldarları ve başkalarıyla görüşeleydiğim buldum dediniz, tebrikleyimiz, alkışlayımız. Hürmetlik baş elçimiz muşu kündü siz iltimas kılıp Urumchiga Uyg'uristonga berip 8 milyon adam degan gap chiqdi o'ttirga 1 milyon degan adam gap chiqdi o'ttirga jazo lagerda qo'yib berdingmi? Kimni, qayaga? Maşında sürüşte qila olamsiz. Hürmetlik baş elçimiz Nikolas Bornis efendi. Amerika Qo'shma Shtatlarining avvalgi hukumatları ben başta aytdim, bosh elchilar ham Urumchiga borgan edi. Davlat mahkamasi muavin emgak ve kishilik huquq bo'yicha muavin davlat ishlar kotibi Loren Krainer efendi Urumchiga borgan edi. Xinjiangda shu yerda Uyg'uriston universitetida kishilik huquq to'g'risida doklad bergan edi. Keyin Jungoning pozitsiyasi tamam o'zgardi. Amerikalık axborot xodimlarining muxbirlari
Uyg'uriston kirgizmadi. Amerikalik amaldorlarni Uyg'uriston kirgizmadi. Bu jarayon hozir sizning so'zingiz bo'yicha oxirlashdi. Ya'ni Jungo Amerika munosabati qaytadan tartibga keldi, qaytadan uchrashdi. Biz qaytadan yangi munosabat bosqichiga kirib keldik dedingiz. Qutlaqlaymiz, alqishlaymiz. Baş elçi Nicholas Barnes Efendi hem şundaqlı Uygurlar nomidan sizden hem Ürümchiga berib yuqorqi tartib va yuqorqi ishlarni tekshirishingizdi va bu to'g'rida birinchi qo'l materialga ega bo'lishingizni umid qilamiz. Baş elçi Barnes Efendi hem talab qilamiz. Baş elçi Barnes Efendi